Hürmetli vatandaşlarım, leksimizi devamlaştırıyoruz. Endeki mavzu Reis Xi Jinping, İktisat Məsləhətçisi Liu He Amerika'nı ziyaret kılıp Amerika-Cumhuriyeti oturusundaki savdo macerasını hal qilishga avatdi mavzuli xabar. 2 ayning 24 gün Amerika ovozidan Xitoy til programmasi e'lon qilindi. Xabar bunday boshlandi. Biz bu to'g'rida 2 mavzuda so'zlaymiz, hurmatli vatandoshim. Bu mavzudagisining oxirida inkas yozuvchilarning inkasi bor. O inkas yozuvchilar buni qanday inkas qaytardi, undan xabardor bo'lasiz. Keyin keldigan yana bir maqola, o ayrim maqola, ayrim xabar. Onu ayrım anlap qo'ysiz, lekin har ikkisi bir mazmun ekan go deb qolmang, ikkisidan ikki fikr chiqarib olasiz deb ishonaman vatandoshim. Xabar mundaq boshlandi. Washington matbuotlar xabar qilib mundaq ko'rsatdi. Cumhuriyet'in Reis Xi Jinping özünün iktisat məsləhətçisi Liu He'ni kelar haftanın 2 günü Washington'a avatib, Cumhuriyet'de 2 qurultay çaqırılışdan burun Tinch okeanının 2 tarafidagi 2 çoğ davlat o'rtasidagi savdo jiddiyliginin hararatini tushuntirmoqchi bo'ldi. Shangang sahar gazet xabar qilib mundaq ko'rsatdi. Cumhuriyet'de siyasi savdoning kechiringlar. Cumhuriyet'de siyasi büronun a'zosi Markaziy Moliya rahbarlik gruppasining mudiri Liu He 2 ayning 21 kunda 3 ayning 2 kunigacha Washingtonni ziyorat qildi. Xabarda mundaq ko'rsatildi. Beijing'in bu hareketi Amerika bilan qayta uchrashib, umumyuzlik iqtisod suhbatini asli keltirishni umid qiladi. Esinglarda bo'lishi kerak, biz o'tgan yil 11 ayning 30 kuni Nyu-Yorkda malpas Jungo to'g'risida nutq so'zlaganda savdoga munosabatlik, masalan, Jungo bozor egiligiga o'tgan davlatlik o'rnini rad qildik dedi va shundan keyinla Jungo bilan Amerika Qo'shma Shtatlar o'rtasida Ponksilik qurilish, yani ponksilik suhbat ramkasini iqtisod to'g'risida so'zlashadigan ponksilik iqtisod ramkasini bekor qildik degani. Qachongacha bekor qilganlik to'g'risida bir narsa demagan. Hozir Xitoy Liu He'ni Jungolik odam, bu Liu He Jungoning raisi, bu o'zining maslahatchisi Liu He'ni Amerikaga avatib, dal shu suhbatni asli keltirmoqchi bo'lyapti demak, bu yerda nihoyatda cho'ng masala bor deganga. Amerika qabul qilamdi, qilmamdi degan cho'ng masala bor deganga. Amerika bilan qayta uchrashib, umumyuzlik iqtisod suhbatini asli keltirishni umid qiladi. Lekin Oqsaroy hozirgacha suhbatni asliga keltirishga qo'shilmadi. New York vaqt gazeti xabar qilib mundaq ko'rsatdi. Liu He dal prezident Trump hukumatining amaldorlari bir necha haftadan beri Jungoning savdo siyosatini tanqidlashni yuqori baldoq ko'targan bir paytda Washington ziyoratga keldi. Xabarda mundaq ko'rsatildi. Jungo hukumati bir tarafdan Amerika bilan savdo macerası yuz bersa qo'rqmaydigan qiyofatini ko'rsatsa, Jungoliklar yana bir tarafdan Jungo rahbarlari va ularning maslahatchilari Amerika bilan savdo munosabatlarining hozirgi holatini saqlab qolishga tirishchanlik ko'rsatmoqda. New York vaqt gazeti mundaq ko'rsatdi. Liu He'ning nihoyatda zo'r vakillar umigini boshlab Amerikani ziyorat qilishi kishilarning kutmagan yerdan chiqdi. Bundan burun kishilar Reis Xi Jinping Wang Qishanni avatdi deb faraz qilishgan. O'tgan ishlar degan tuqqa Wang Qishanni vakil qilib Amerika Jungo o'rtasidagi savdo munosabatlarini bir taraf qilish ishlatmoqchi degan edi. Hozir Reis Xi Jinping nima ish qildi? 180 gradus o'zgarib, Liu He degan odamni Washingtonga avatdi. Endi bu xabarga yozilgan inkaslarda o'zorlanlar, bu inkaslarning ko'pini hanzu anglarmanlar, ko'rurmanlar yozadi. Inkas birinchi. Jungoda mustabid tuzum fuqarolarni 2 qutbga ayirib etdi. Hozir bir qism kompartiya a'zolari va bu partiyaning yaloqchilari boy bo'ldi. Fuqarolarning kambag'alligini yushirib ketolmaysan. Jungoda iste'mol bozori deydigan bozori yo'q. Chunki Liu He
iste'mol bozorini Amerikaga echib etish to'g'risida ham Davos yig'inida so'zildi, ham bu qutim so'zlagan edi. Shunga bu yerda inkas yozuvchilar nima deydi? Jungoda iste'mol bozori deydigan bozor yo'q. Asla yo'q. Faqat g'arb ellarining iste'mol bozoriga tayinibla ishlab chiqarish iqtidorini bir taraf qilyapti Jungo. Va Jungo bu orqali g'arb davlatlarining mablag' solishiga va texnikasiga erishyapti. Jungoning ichki bozori zo'r. Puralar boy bo'ldi deganlik saxtapazlik va aldamchilikdir. İnkas ikinci. Liu He'ning Washingtonni ziyorat qilishi kommunist banditlarning prezident Trump xushomad qilganligining alomatidir. Ma bandit degan so'zni men ishlatmadim, inkas shunda yozilgan ekan, tarixdan bir Kuomintang partiyasi Jungoning kommunistlarni kommunist bandit deb atab kelgan. Balki bu Xitoy inkas yozuvchimi dal shu ismni ishlatgan bo'lsa kerak. Men ishlatmadim, juma vatandoshim. Amerikaliklarning Jungoning tatlı sözlerden kaymakop kalmasını ümit kılımız. İnkas 3. Kompartiya Amerika bilan savdo urushi qilishdan qo'rqmamdikan? Yolg'on. Uzundan beri savdo qizil raqami bo'lmaydigan bo'lsa, bugungi kompartiya bo'lmagan bo'ladi. Ya'ni Amerikaning kirim hisobiga kirgizib kelgan qizil raqam shunchalik dollar yanchig'in kirmagan bo'lsa, bugungi kompartiya bo'lmagan bo'ladi. Kompartiyaning qo'lida dollar bo'lmagan bo'ladi. Jungo kompartiyasi 1919-yilga yoki 1979 kechiringlar, 1979-yilga qaytib ketish kerak. Bu degani 1979-yilda Amerika Qo'shma Shtatlaridan Jungo kompartiyasining hukumati davlati diplomatik munosabat o'rnatdi. Shunga Jungo kompartiyasi 1979-yilga qaytib ketish kerak. Jungoning ichki bozori zo'rmikan? Yolg'onchilik. Undash. Jungoda odam ko'p, iste'mol intayin ojiz. Puralarning yanchug'ida pul yo'q. Uning ustiga puralarning hammasi degudak qarzga bo'g'ilib ketgan. İste'mol kuchi kun sayin ojizlab tuvallamoqda. Xulosasi shuki, kompartiyaga taqobil turganda 100 xatar qilmaslik kerak. Qattiq mush bilan urish kerak. Taki kompartiya uzul kesel gumram bo'lg'icha. İnkas 4. Ishki qurultay echilish vaqti yetib keldi. Liu He'ning bundaq oldirab, tinab Washingtonni ziyorat qilishining zaruriyati yo'q edi-ku. Uning ustiga Liu He Washingtonni ziyorat qilish tuyuqsiz jakarladi ya. Bu bu qatim Beijingda echiladigan ishki qurultayida Reis Xi Jinpingning o'rniga munosabatlik ish bo'lishi kerak. Diqqat vatandoshim. Reis Xi Jinpingga ovorchilik bo'lamdi nima? Demak, ishki qurultayda Reis Xi Jinpingning o'rnida ovorchilik bo'lamdi nima? Dal shundaq vaqtda Liu He Washingtonni ziyorat qildi, balki shunga munosabatlik bo'lishi kerakdi. İnkas 5. Kompartiya boshliqlarining Amerika demokratik davlatga kelishini qarshi olmaymiz. Bu Liu He degan kishining Reis Xi Jinpingning maslahatchisining Washingtonga kelishi va uning qarshi yozilgan inkaslar.